Jizzax yemakxonalari haqida blogerning e'tirozlari qanchalik asosli? Bir insonning xatosi yoki kamchiligini butun dunyoga olib chiqib, tomoshabinlarda Jizzaximiz haqida salbiy fikr uyg'otishga haqqi bormi? Tanbehiga Jizzax so'zini qo'shmay gapirsalar adolatli bo'larmidi? Chunki qanchadan qancha halol insonlar mehnat qilib oila tebratishyapti. Dinimizda ham beayb parvardigor deyishgan. Ideal muhit va ideal insonlar hech joyda yo'q. Hatto hamma ideal deb biladigan Amerikada ham. Kezi kelsa, adolatni uyingdan ham topolmaysan. Hurmatli tadbirkorlar, mehmonlarimizni shunaqa salbiy fikrlar tarqatishiga yo'l qo'ymaylik. Shu kabi videolarni ko'rib turish uchun bizga obuna bo'ling. Rahmat. Jizzaxga keldik, to'g'rirog'i. Faqat restoranni yo'lda vizitkasini berdilar, kirdim, nomini aytmayman. Eng qizig'i shot keldi. Shotni qarasam, endi odatda men qarayman, kim nima deb o'ylasin. Nimani hech bilganda qarab chiqam, qarasam qarab turibdi. Ketdim, biz aroq ichmaganmiz-ku, qatton qo'ydingiz buni dedim. Adashib ketibman deb boshqadan chiqarib beryapti. Hamma aytdim, o'xshasa yesa yeb ketaverar ekan dedim. Nomini aytsam mayli, obro'sidan tashga kirib qolaman. Yo'lda vizkasini beryapti. Oka, agar Navoda Jizzaxdagi stoloydagi okalar nomini ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa tiqmanglar. Men nomini aytmadim, nomardlik qilmadim shu joyda. Agar nomardlik qilganim deydi, hech kim kirmay qo'yadi. Birovning haqqini yeyish yaxshi emas-da, okalar. Birovning haqqini yeyish. Xuddi shu spiskaga bitta aroq qo'shib qo'ygan. Nima deb tushunish mumkin? O'zingizlar aytinglar, nima deb tushunish mumkin? Videoga bitta like bosib, buni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Har bitta stoloyda tekshirib olsinlar, chekini olib, nima yeganini ko'rib, puliga qarab olsin. Bo'lmasa ham mana shunaqa o'xshatib orar ekan. Bechoralarga palon bo'ldi deb to'la yuradi.